mustaqilligining 35 yilligi bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalash, ularda ona yurtga mehr-muhabbat uyg'otish, vatanparvarlik hissini singdirish borasida tinimsiz mehnat qilib kelmoqdasiz. Tanlovda tumandagi umumiy o'rta ta'lim maktablari orasida g'olib bo'lgan 62-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Boboxonova Alohat Abdurahmatovna 616 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti bilan taqdirlanishi ham O'zbekiston tarixida ilk bor muhtaram prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohot hisoblanadi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'lim sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va yaratilayotgan keng imkoniyatlar har birimizdan yanada katta fidoyilik, tashabbuskorlik va mas'uliyat bilan ishlashni talab etadi. Ana shundagina amalga oshirilayotgan sohalar o'zining haqiqiy samarasini beradi. Qadrli ustozlar, shunday ekan, siz aziz ustozlar zimmasiga faqat bir narsa, u ham bo'lsa o'g'il qizlarimizga kuchli bilim berish, har tomonlama barkamol qilib tarbiyalash yuklatiladi. Shuning uchun siz ustoz muallimlarimiz, tarbiyachi pedagoglarimiz o'z bilim va tajribalaringizni o'g'il qizlarimizni ona vatanga, shu aziz yurtga sodiq insonlar qilib tarbiyalash, ularga jahon andazalariga mos ta'lim berishga sarflashingiz lozim bo'ladi.